qarzi hasana berib, chin dildan yordam bergan, meni shu ishlab chiqarishimga katta sarmoya kiritib, ishni Xudo qaytarib yuzim yorug' qilgan shuni. Yorug' qilgan yuzimni shuni zo'r qilib qaytaradi deb Allohdan so'raganman va nihoyat Alloh buni ijobatini berdi inshaalloh. Mana shu mashinamizni ishlash uchun bitta chevaram kerakmi aytib qo'yaman. Aziz do'stlar, mana qalin qilib upakovka qilib oldi. Endi yuklab yo'lga chiqamiz. Emotsiyamni hech qanaqa qilib sizlarga ta'riflab bera olmayman. Bundan ro'parasi 3 yil oldin mana shu ishlarni boshlashimda juda katta yordam bergan. Men o'zim foizga pul olmayman, foizga qarz olmayman, hech qanaqangi shunaqa shunga o'xshash evazli qarz olmayman deb turgan mahalimda menga qarzi hasana berib, chin dildan yordam bergan, meni shu ishlab chiqarishimga katta sarmoya kiritib, ishlarimni boshlashiga sababchi bo'lgan eng yaqin insonim uchun bugun o'zim qo'llarim bilan matras yasab bermoqchiman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, ketdi. Ular ko'p yillar maza qilib ishlatishlari uchun 39 qatorli deb nomlangan maksimalniy innovatsion zichlikda terilgan prujinadan boshlaymiz. Ketdi. Matrasimiz yonida ikkoviga bormasdan simli mashinaqasiga tegib chiqmasligi uchun manaqa joyini mehr bilan vijdonan qayirib chiqamiz. Azizlar, mana stoka, mana shu matrasning eng garajchi joyi. O'zi asli manaqa terilgan prujinaga bu stoka kerak emas, lekin har ehtimolga qarshi doimiy mana shu joy garajchi zona bo'lganligi uchun 3 dona qo'yib qo'yamiz. Aslida bu mana prujina uchun kerak emas narsa, lekin har ehtimolga qarshi qo'yib qo'ydik. Matrasimiz yuvish qiyinligini hisobga olgan holatda kirchmol ranglardan foydalanamiz. Matrasimizda manaqangi ulangan choklar bilinmasligi uchun ozgina qisib olamiz. Chokki bilintirmatika. Ketdik. Hop, matrasimizga allergiya chaqirmasligi uchun
va havo o'tkazuvchanlik ehtimolini ko'paytirish uchun manaqangi HBjakar degan materialni kirchmol svetlardan foydalanman. O'sha paytda o'sha inson menga yaxshilik qilayotgan paytlarda rosa o'ylaganman, ey Xudo, qaytarib yuzim yorug' qilgin shuni. Yorug' qilgin yuzimni shuni zo'r qilib qaytara deb Allohdan so'raganman va nihoyat Alloh buni ijobatini berdi inshaalloh. Mana shu mashinamizda ishlash uchun bitta chevar ham kerakmi aytib qo'yaman. Mana burchagi mustahkam turishi va ko'p yillar ushlab turishi uchun maxsus polietilen izolondan yasalgan burchak qo'yamiz. Aynan shu uchun chiqarilgan. Matras ichida havo yaxshi aylanishi uchun demaxod tugmalarini qo'yamiz. Matras ustiga standart mos ko'rpacha bo'lmaydi. Shuning uchun spesialni o'zi uchun ko'rpachasini ham tikib beramiz. Ko'rpacha ham havo o'tkazuvchan HBjakar degan materialdan bo'ladi. Umuman allergiya qo'zg'amaydi. Maza qilib yotadigan narsa bo'ladi. Matrasimizni bir tomoniga 2 santimetrlik porolon yopishtirdik, yumshoqroq bo'lishi uchun. Endi u tomoni, masalan, yotuvchi odam uchun agar yumshoqlik qilib qolsa, ikkinchi tomoni mana kavrolonning 2 qavat o'zi qattiqqina turadi. Mana shu tomonini aylantirib olib, ko'rpachasini qadab yotishaveradi. To'yis bir tomoni yumshoqroq, ikkinchi tomoni qattiqroq matras bo'ladi. Albatta ikkinchi tomoni ham mana qangi havo o'tkazuvchi materialdan bo'ladi. Ikkinchi tomonni ham tikib olamiz. Aziz do'stlar, mana matrasimiz ham tayyor bo'ldi. Endi xudo xolasa buni cho'tkilab upakovka qilib, egasiga topshirish uchun olib boramiz. Aziz do'stlar, mana qalin qilib upakovka qilib oldik. Endi yuklab yo'lga chiqamiz. Shunday ishlar boshlandi. Boshlayverasizlar. Bo'lmasam tushiramiz. Bandasiga shukr keltirmagan Allohga shukr keltira olmadi deyshadi-da. Allohga shukr keltirgan bandasiga shukr keltiradi. O'zi aslida mana shu sex nima desa bo'ladi? Siz tashabbusingiz bilan bo'lgan. Bilasiz-ku, hamma o'sha vaziyatlarni biz balki bunaqa holatga kelmagan bo'lardi. Shu siz boshlab bermaganingizda. Hop. Siz berering bularga Nodir aka. Nodir akasiga qo'yib beraman. Aziz do'stlar, bugungi men emotsiyamni hech qanaqa qilib sizlarga ta'riflab bera olmayman. Xo'p. Buni qayerga qo'yamiz? Aka, sizlarga bizdagi olib kirishgan odam bormi sizga? Yo'q. Odil aka,
Yaxshilikda ko'rishaylik aka. Voy. Mayli, o'tinglar biz tomonlarga. Bo'pti, ketdi.